Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sog'lom yurak uchun 7 oson qadamni bilib olasiz. Yuragingiz sizda faqat bitta. Unga e'tibor bering, uni himoya qiling. Agar bu 7 oddiy qadamni kundalik odatingizga aylantirsangiz, yurak xastaliklariga joy qolmaydi. Demak, meva va sabzavot ko'proq iste'mol qiling. Yurakning eng yaxshi do'sti tabiiy ovqat. 2. Har kuni 30 daqiqa piyoda yuring. Yurak harakatni yaxshi ko'radi. 3. Tamakidan voz keching. Har bir sigaret yurakka hujum hisoblanadi. 4. Kunlik 1,5-2 litr suv iching. Yurak qon nasosi suyuqliksiz qiynaladi. 5. 7-8 soat to'yib uxlang. Yurak dam olishi shart. 6. Stressdan qoching. Yurak tinchlikda yaxshi ishlaydi. 7. Qon bosimi va xolesterinni nazorat qiling. Tekshirish himoyaning birinchi qadami. Kardiologga yilda kamida 1 marotaba boring. Yurakni kasal bo'lgach emas, kasal bo'lishdan oldin tekshiring. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.